Assalomu alaykum akalar. Mana baholash kunimiz 9-may. Mashinamiz ham tayyor bo'lyapti. Mashinaga qilinayotgan ishlar poli qilinyapti. Bunni yopishtirib berilyapti materiallar ashkalarigacha. Har doimgidek tent qilib berganmiz. Ovuchoq qismlari. Tentimiz 700 grammlik tent bo'ladi. Hop, orqa holatlariga kelsak, orqa holatlari shunday. Gabaritli chiroqlar qo'yib berganmiz. Do'ga yasab berganmiz. Bunga qilingan ishlarni mana sondiqlarigacha o'rnatib berganmiz. Hop, pulni turalarimiz qulf kalitli bo'ladi. Ko'rsa ham ichki holati birlik listlar qoplab berganmiz. Yonlari 07 bo'ladi. Hop, bunga mana ichki chiroqlarigacha qo'yib berganmiz. O'zidan o'chib yonaveradi bemalol. Manzilimiz Marg'ilonda bemalol aloqaga chiqib chiroyli sifatli qilishni ham bitkazib beramiz, xudo xolasa.